Namoz, bitta namoz o'qiyotgan odam jannatda, bitta namoz o'qiyotgan odam do'zaxda. Gohida bitta safda turib, yelkama-yelka turib namoz o'qiydi, bittasi jannatda, bittasi do'zaxda. Nimasi bilan? Qiroati bilanmi? Qiyomi bilanmi? Yoki ruku sajdadagi zikrlari bilanmi? Nimasi bilan bittasi jannatda, bittasi do'zaxda? Buni Alloh taolo o'zi xabar beradi. Estaizu billah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khoshi'un. Ular namoz o'quvchilar demadi. Namozlarida xushu' bilan, xushu' qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. Alloh taolodan qo'rqqan holatda, Alloh taologa sig'inayotganligini bilgan holatda, yo Robbiy, men senga sig'inyapman, seni ulug'layapman, seni buyuklayapman, sen buyurgan ibodatni sening uchun ado etyapman, chunki men seni qulingman degan his tuyg'u bilan Alloh taologa qullik qilayotgan namoz o'quvchilarni Alloh taolo nima dedi? Jannatda dedi. Najot topdi dedi. Demak, ishora qayerda? Qalbga qarab ketyapti. Hammamiz namozdan keyin zamsura deb qo'yadigan, tilovat qiladigan suralarimizdan bittasi Maun surasini qarang. Fawaylul lil musallin dedi Alloh taolo. Vayl jahannamdan bo'lgan bir vodiy dedi mufassirlar. Ya'ni namoz o'quvchilarga vayl jahannamdan vodiy bo'lgan ana shu vodiy bo'lsin dedi. Ya'ni jahannam bo'lsin namoz o'quvchilarga. Subhanalloh. Bu oyatda Alloh taolo namoz o'quvchilaridan najot topdi deyapti. Bu oyatda esa namoz o'quvchilarni val jahannamda, do'zaxda deyapti. Ikkalasini farqi nima? U qalbida qo'rquv bilan, Alloh taologa muhabbat bilan, Alloh taologa umid bilan namoz o'qiyapti. Bu esa allazinahum an salatihim sahun. U nima uchun o'qiyapti? Nima deb Alloh taoloni eslayapti? Allohni nima deb buyuklayapti? Allohni nimadan poklayapti? Alloh taoloning do'stini do'st deb bilmaydi, dushmanini dushman deb bilmaydi. Allohni esdan chiqargan. Alloh taologa qilayotgan ibodatini esdan chiqargan. Mana shunday namozxonda Alloh taolo jahannamda dedi.